agar hujjatlarim shimimda qolib ketibdi. İşimiz shu yerda-yu. Boshqa shimimda. Bir safar kechiring. Iloji yo'q. Jarima maydoniga boramiz. Hech ilojim yo'qmi? Bo'pti, roziman. Olib borsangiz olib boring shu jarima maydoningizga. Faqat bitta iltimosim bor. Yo'lda bir joyda to'xtab o'taylik. Qayerga keldik? Hozir. Yaxshimisan? Assalomu alaykum doda. Va alaykum assalom. Qalblarni yumshatadigan, mehr shafqat uyg'otadigan ovqatingni yana bitta qilib ber, o'rtoq. Jonim bilan, qani uyga marhamat. Qani yoqimli ishni. Yashayver do'stim. Hali mehmon, marhamat qiling. Sovuqolmasin. Olinglar. Boshlab bering doda. Qani, bismillah. Olinglar. Elkitdi. Bismillah. Haqiqatan ham mehr muhabbatga to'la tamom bo'libdi. Juda mazali. Albatta. Siz ko'chalarda sovuq joylarda turasiz. Bizning xavfsizligimizni ta'minlaysiz. Sizga quvvat bo'lishi kerak. Oling, marhamat qiling. Marhamat. Rahmat doda. Ovqat juda mazali chiqibdi. Maza qildim. Osh bo'lsin o'g'lim. Hali o'zim ham albatta oldingizga kelaman. Birgalikda ovqat qilib, miriqib suhbatlashamiz. Hozir esa Maqim bilan bizga ruxsat bersangiz. Iya, qayoqqa? Qayoqqa bo'ladi? Jarima maydoniga. Jarima. Ovqat shamli yig'ib qoldi shekilli. Ular agar hujjatlarim shimimda qolib ketdi. O'tkazmangda videoni. Oyi, men ishga ketdim. O'zingiz. Yaxshi borib kelgina bola. Xo'p bo'ladi, oyi. Xo'p. Assalomu